Hurmatli foydalanuvchilar, Keeping platformasida sizlar uchun yangi va qulay imkoniyat joriy etildi. Endilikda tizimga korxona nomidan kirilganda menyudagi savdo operatsiyalari menyusi orqali kiruvchi hisob fakturalar bo'limiga o'tiladi. Mazkur bo'limda har bir kontragent bo'yicha shot berilmagan hisob fakturalarga avtomatik tarzda shot biriktirish imkoniyati yaratildi. Buning uchun tahlil tugmasi bosiladi va tanlangan davr oralig'ida kontragentlar kesimida hisob fakturalar jadvali shakllanadi. Jadvalda har bir kontragentdan kelgan hisob fakturalarning umumiy summasi va soni jamlangan holda aks etadi. Tanlangan kontragent bo'yicha hisob fakturalar tafsilotlari ochiladi. Kontragent hisob fakturalarining umumiy summasi ustiga bosilganda shartnomalar ro'yxati va qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha tanlov oynasi paydo bo'ladi. Agar shartnoma mavjud bo'lsa, u avtomatik tarzda shakllanadi. Agar shartnoma bo'lmasa, yangi shartnoma qo'shish tugmasi orqali qo'shish mumkin. Qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha tanlov foydalanuvchi tomonidan amalga oshiriladi. Aylanma soliq to'lovchi bo'lsa, qo'shimcha qiymat solig'i belgilanmaydi. Agarda qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchi bo'lsa, QQS belgilanadi. So'ngra mahsulot va xizmatlar bo'yicha buxgalteriya yozuvlari kiritilib, saqlanadi. Natijada tizim tanlangan kontragentga tegishli barcha hisob fakturalarga avtomatik shot biriktiradi va ularni balansga qo'shadi. Shu tariqa jarayon o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat.